Men ishdaman. Nima gaping bor? Oyi, men telefon qilmoqchi emasdim, lekin qornim och qoldi. Nima qilishim kerak shunga? Ko'tingni qisib uyda bor narsani yeb tur. Ko'rdingizmi buvi? Aytdim sizga shunday dedilar deb. Yoppana. Bilet. Demak, sen meni bolamni och qoldirar ekansan, ha? Ha, oyijon, biznikiga kelganmidingiz? Bolamni qorni och ekan, uyda esa ovqat yo'q. Xo'sh, nega bunaqa bo'ldi? Oyi, lekin muzlatkichda yeyishga narsa bor. Keyin ishdan borib ovqat tayyorlab bermoqchi edim. Tosh deyapsan. Menga yolg'on gapirma. Men hozir bolamni restoranga olib boraman. Sen bo'lsa tezda kelib ovqatingni tayyorla. Qo'yib qo'ymay tur. Lekin yangi krossovka olib berasizmi, oyi? Voy pis chukchayey. Allo. Ey, nimalar qilyapsan? Yo, banavrot, men uxlayapman. Ha, men hozir Shokir bilan edim. Nimalar qilyapsan? Men senga hozir aytdim-ku. Ha, so'radim, aytganda esimdan chiqdi. Ey, aytgancha bu qo'shiq seni menga eslatib bordi. Shoshma, eshitib ko'r-da. Ta'sirli qo'shiq, ha? U kutga telefon qilmayman deganding-ku. Tosh deyapsan. Men unaqa gap aytganim yo'q. Ey, qara, Shokir seni boyadan beri kutda yotibdi. Xo'sh, nimalar qilyapsan? Xo'shmitdi voyim? Dada qani? Dada qani? Ey, yo'q. Telefoningizda o'yinlar bormi? Restoranda men nima tanlasam, ko'tingni qisib shuni yeysan. O'zim tanlashni bilaman na. Nima yemoqchisan, bolakay? Oyim tanlaydi. Xo'sh, meni qizim bilan qanchadan beri uchrashib kelasizlar? Hali unaqa ko'p bo'lmadi. 2-3 oycha bo'ldi xolos. O'ylashimcha biz bir-birimizga rosa Uxti, qoshig'im tushib ketdi. Izlab ko'ray-chi. Nimada to'xtagandik? Ha, qizingiz bilan aqlli va odobli-ki, hatto stol shishali ekan. Ko'rinib qolyapsan. Stol bilan shishali. Domla, nima bilyapti? Nega tog'ning cho'qqisida havo sovuq bo'ladi? Axir u quyoshga yaqinroq joylashgan-ku. Sen ko'tanak o'zi har doim men bilmaydigan savolni berasan. Ey, sizlar qurbaqalar Eyfel minorasidan ham balandga sakrashni bilarmidinglar? Yo'q, chunki Eyfel minorasi sakrashni bilmaydi. Bo'ldi, ko'tingni qisqlaring. Demak, sayyoramizda yerdan ko'ra suvning miqdori ko'proq ekan. Shu gapingizga tosh deyapsiz, domla. Nega? Siz suvning tagidagi yerni hisoblamadingiz-ku. Nega meni ahmoqlar o'rab olishgan? Achchiq haqiqat. Ayollar og'zini ochib uyg'onadi. Erkaklar olatda turgan holda. Tasodifmi? Unaqa deb o'ylamayman. Billa. Men tengilar uylanib bolali bo'lishgan. Men hatto am ko'rmaganman. Voy jalab, qiziq. Nega bunaqa bo'ldi? Zino qilmagandim-ku axir, nima uchun? Billa. Men tengilar uylanib bolali bo'lishgan. Men hatto am ko'rmaganman. Voy jalab, qiziq. Nega bunaqa bo'ldi? Zino qilmagandim-ku axir, nima uchun? Ba'zida sevishishga qizim bo'lishini xohlayman. Keyin bo'lsa to'satdan qizi bor odamlarga ko'zim tushib qoladi. Men senga gapiryapman, ey jalab. Yoppa nevrot, qancha. Buni ko'rgan men? Yo'q, shart emas. Ey, bosib qo'ya berma dedim senga. Yana qo'yib qo'yding. Hayotim shusiz ham kayf. Qo'yib qo'yding jalab. Xayrli tong. Bu senga har kunlik eslatma. Odamlarning ko'pi to'poy bo'lishadi va bugun seni asabing buziladi. Hech kim bilan urushma, hech kimni o'ldirma va qamoqqa tushma. Sen buni eplaysan. Omad. Nega xomushsiz jonim? Ishxonada muammoga aralashib qoldim. Aralashib qoldim emas, qoldik deng. Chunki biz birga ekanmiz. Sizning muammoingiz mening ham muammoyim. Endi gapiring. Mayli. Biz ishxonamdagi qizni homilador qilib qo'ydik. Senga tushuntirib beraman deyapman. Yo'q, bana birota. Xo'sh, meni fikrimcha, shoshma. Sen fikrlay olasanmi? Senda miya bormidi? Nega men buni endi bilyapman? Agar buni ertaroq aytganingda bilasanmi nimalar qilgan bo'lardik? Kechga ovqat yeysanmi? Qanaqa variantlar bor? Variantlar shu: ha yoki yo'q. Xo'sh, nima ish qilasiz? Men blogerman. 1 million obunachilarim bilan. Yaxshi, qancha pul topasiz? O'rtacha $300 Bu bir kunlik daromadim. Vau, unda qanaqa mashina haydaysiz? Men mashina haydamayman. Chunki shaxsiy haydovchim bor. Yaxshi, siz meni ko'ndirdingiz. Xo'sh, o'zing nima ish qilasan?
Men xotdokxonada ishlayman. Agar sen depressiyada bo'lsang, demak sen g'amginsan. G'amgin bo'lmaslikning yagona yo'li bu baxtli bo'lish. Stiv Jobs shunday degan edi. Chúpate moñaño.